ming tashlaysizlar 60 mingga, 7 ming tashlaysizlar 70 ming rubelga akalar. Pul tashlaysizlar, pul olasizlar. Balkon faqat bir marta olinadigan pul. Qaytib olish yo'q akalar. Yozamiz balkon Pilosi 7 bilan 905 863 62 46. Mana WhatsApp raqamlari akalar. Yozyapmiz balkon faqat bir marta olinadigan pul akalar. Kimga qancha pul kerak bo'lsa, mana WhatsAppimizga yozsin, karta deb. Akalar 5 ming tashlagan inson 50 ming olayapti. 6 ming tashlagan inson 60 ming, 7 ming tashlagan inson 70 ming rubl akalar. Faqat bir marta olinadigan pul akalar. Kimga qancha pul kerak bo'lsa, WhatsAppga yozsin, karta deb. Akalar, pul kerak insonlar bo'lsa, WhatsAppimizga yozsin akalar. Pilosi 7 bilan 905 863 62 46 WhatsApp nomerlar. Akalar, yozamiz akalar. Pilosi 7 faqat akalar men aytgan WhatsAppga yozasizlar, jigarlar. Men aytgan WhatsAppga yozasizlar, karta deb akalar. Faqat mana shu kartada olasizlar akalar. Men aytgan WhatsAppga yozsalar, hech kimni olamaydi akalar. Yozyapmiz balkon Pilosi 7 bilan 905 863 62 46 WhatsApp raqamlar yozyapmiz, karta deb akalar. 5 ming tashlagan inson 50 ming oladi. 6 ming tashlagan inson 60 ming. 7 mingga 70 ming rubl akalar. Pul kerak insonlar bo'lsa, mana WhatsAppga yozsin, karta deb akalar. Kimga qancha pul kerak yozyapmiz balkon. Faqat bir marta olish akalar. Yozyapmiz balkon. Pilosi 7 bilan 905 863 62 46 WhatsApp nomerlar yozyapmiz, karta deb akalar. Bormi akalar? Pul kerak insonlar bo'lsa, mana WhatsAppga yozsin, karta deb. Pul kerak insonlar, faqatgina pul kerak insonlar yozsin akalar. Pul olmoqchi bo'lgan akalar bo'lsa, hammasi yozaversin akalar. 5 ming tashlagan inson 50 ming oladi. 6 ming tashlagan inson 60 ming, 7 mingga 70 ming rubl akalar. Menga pul kerak degan insonlar bo'lsa, mana WhatsAppga yozadi. Men aytgan nomerga yozadi. To'g'ri qilib yozsin, 16 talik raqam beraman. Faqat akalar pul tashlaysizlar, chekini tashlaysizlar, tamom akalar. Через istoriya o'zlaringga tashlab beramiz. 5 ming tashlasalar 50 ming qilamiz. 6 mingga 60 ming rubl. Faqat bir marta akalar. Aka 6 ming tashladim. Bekzod aka. Bekzod akadan pul kelgan akajon. Preniyatini yozing. Bekzod aka, preniyatini yozing akajon. Keldi Bekzod aka. 6 ming pulingiz keldi, bratim. 6 ming akajon, assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Akajon qarang, 6 ming pulingiz kelgan Bekzod aka. Yana qancha keladi akajon? Akajon qarang, hozir meni kartamda ochilgan 3 ming pulim qoldi-da. Aka 90 ming olasiz. Общий 90 ming rubl olasiz. Tashlang aka. Общий 90 ming rubl olasiz akajon. Aniqmi aka? Aniqmi? Aka 100% akajon, 100 akajon. Bizda yo'qon yo'q aka. O'sha 6 ming rublda o'tkazgan, qarang. Qarang, hozir o'sha 6 ming rublda o'tkazgan kartaga o'tkazaylikmi? Aka, xuddi o'shanday aka. Через istoriya o'ziga urib yuboring akajon. Uring akajon, tashlayvering akajon. Yozasiz. Balkon Pilosi 7 bilan yozamiz akalar. Pilosi 7 bilan 905 863 62 46 WhatsApp nomerga yozamiz, karta deb akalar. Yozyapmiz balkon Pilosi 7 bilan 905 863 62 46 WhatsAppga yozamiz, karta deb akalar. Kimga pul kerak bo'lsa, mana WhatsAppimizga yozsin. Пожалуйста, hammaga chekini ko'rsatamiz. Tushda rahmat demaguncha hech kim tushirmaymiz, jigarlar. Hech kimni tushirmaymiz akalar. Tushda demaguncha hech kimni tushirish yo'q akalar. Akalar yozyapmiz akalar. Pilosi 7 905 863 62 46 aka, omad aka, addushi, Aljon aka, rahmat aka. Постоянно kuzatib o'tirish akamiz, lekin молодец aka. Aka, ovozim boryapti? Aka, keldi aka, to'xta. Aka qarang, men sizga hozir pul tayladik. Akajon mana 90 ming rubl Pul tayladik aka. Akajon, через istoriya tez ketadi. Boyagi nomeringizga qaraganda, aka mana kartada shuni obnovleniya qilib turibmiz. Akajon mana 90 ming rubl. Bekzod R